Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ro'zaxon opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Doim yaxshi bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajon? Qo'ng'iroq qilib, quvonchli kunlarda bemavrid, bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, yaxshi rahmat. Judayam yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajon? Kuningiz qalay o'tyapti? Yaxshi rahmat. Judayam yaxshi. Kun davomida eng a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin deymiz. Ayni daqiqalarda sizga quvonchli kun tabriklari loyihasi ijodkorlari tomonidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ushbu loyihaning boshlovchisi siz bilan jonli muloqotdaman. Bugun loyihamizga sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ruvchi, qalbingizga eng yaqin bo'lgan insonlaringiz siz uchun ajoyib, mehrga to'la tabriknomalarini, dilga yaqin dileskoriy-yu dilnomalarni yozib qoldirgan ekan. Yetkazish maqsadida qo'ng'iroqni amalga oshirayotgan edik. Avvalo bir savol bilan yuzlamoqchi edim sizga. Qani nima deb o'ylaysiz? Ushbu tavallud kun bilan sizni tabriklayotganlar kim bo'lishi mumkin? Tabriklaydigan yaqinlarim ko'p. Quvonchli kunlar ukam Ma'murjon bo'lishi mumkin. Albatta, yanachi? Qolganlar qildi deymiz. Tabrik. Ko'p yaqinlarim qildi qolganlar endi. Kutayotganimdan deymi Ma'murjon bo'lishi mumkin. Faridaxon kelinim bo'lishi mumkin. Bugungi tavallud kun bilan bo'lishi mumkin. sizni ovsiningiz, opangiz Nigoraxon opa tabriklab qolibdilar. Qolaversa ularga hamrohlik qilgan holda qaynakangiz Muxtorjon aka hamda jiyanlaringiz Ma'murjon aka, Nilufarxon opa, Mohina bonu nomlaridan kelib chiqdi ushbu tabriknomalar. Rahmat, sog' bo'lishsin. Ilohim. Men xursand bo'ldim. Kutmagan edim. Shunday kutilmagan tarzda sizni xursand qilishni xohlabdilar va agarda yo'q demasangiz, o'zingizning sizga atalgan tabriknomalari ham bor ekan. Yetkazib qo'ysak maylimi? Hop. Minnatdorman, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Xonadonimizni farishtasi-yu Saranjonu sarishtasi. Meni qadrli, jondan aziz, gul yuzli, shirin so'zli Ovsinjonim. O'z singlimdek eng yaqin va qadrli insonim. Bugungi shukronalarga to'la kun. Allohimga suyukli banda Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Siz uchun Allohdan yaxshiliklarni tilab qolaman. Dilimdagi eng samimiy va sof tilaklarimni izhor etayotganimdan juda ham xursandman. Ovsinjonim, siz bilan ilk ko'rishgan kunimdan boshlab o'zingizni xushfe'ligingiz bilan, muomalangiz bilan, xulq-odobingiz bilan doim meni ko'nglimdan joy olib kelgansiz. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, dunyo turguncha turing deyman. Bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibatga hech ham ko'z nazarlar tegmasin. Har doim mana shunday opa-singildek bo'lib umr kechirmoqlik nasib qilsin. Birgalikda shu oilani yana ham obod qilishda, ahil totuvlikda farzandlarimizni ham chiroyli tarbiyalab, ularni to'ylarini baxtu kamolini ko'rib yurishligimizni Allohim nasib qilsin. Hamisha sog' salomatlikda baxtlarga burkanib yashang. Qilayotgan mehnatlaringizni rohatlarini ko'rib yuring. Mahallani eng oldi ahil kelinlardan bo'lib yuraveraylik. Xonadonimizning ulug'larini, duolarini olib yuraylik ilohim. Juft halolingiz bilan oila talmush baxt qo'rg'oningizni malikasi bo'lib yuring ilohim. Baxtli bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz, qarshi olayotgan yangi yoshingiz bilan sizni tabriklayman. Ilohim, yangi yoshingiz dunyodagi eng baxtli damlarni olib kelgan bo'lsin. Allohim nasib ettirgandan bir juma go'zal ayyomlarda birgalashib, Ka'batullohlarga qadam ranjida qilmoqlik, hoji onalik, hoji otalik maqomlariga erishib yurmoqlik barchamizga nasib qilsin. Ovsinjonim, mehribonim, yaxshiyamki baxtimga borsiz. Rahmat, hayotimda borligingiz, har qanday vaziyatda meni to'g'ri tushunib, yonimda bo'lganingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Sizni yaxshi ko'raman. Bugungi tavallud kuningiz bilan yana bir bora chin qalbimdan tabriklab, dunyoda qanday ezgu va samimiy tilaklar bo'lsa, mehribon Allohimdan barchasini siz uchun tilab qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Boringizga shukr. Qadrligim shirinim oyim, farishtali go'zal chiroyim, qo'li ochiq, duoga boyim, mehribonimsiz Ovsinjonim. Oqibatli malhamim o'zim, ikki qilmas hech bitta so'zim.
og'risam gar o'ng qo'lim ko'zim, yaxshiyam siz borsiz ovsinjonim. Birgalashib ish qilar har on, ayoq qo'lingiz shundayin chaqon, o'rtamizga tushmasin yomon, yaxshiyam siz borsiz ovsinjonim. Aka uka birlashtirgansiz, opa singil bo'lib qoldik biz, umuman aslo tortishmaylik biz, mehribonimsiz ovsinjonim. Siz bilan men bo'lganmanda shod, doim shunday bo'ling umrbod, dushmanlar ham desinda voydod, mehribonimsiz ovsinjonim. Bilib bilmay qilsamda gunoh, to'g'ri yo'lni ko'rsatgansiz moh, baxtimizga bo'ling siz sog', mehribonimsiz ovsinjonim deya tabriklab qolibdilar. Sizni ham ular uchun atalgan so'zlaringiz bo'lsa, samimiy tilak, duolaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Marhamat opajon. Rahmat, rosa xursand bo'ldim, sog' bo'lsin iloyim. Muxtar akam qaynog'abat o'zimmakimdek, yorib ham o'zimdan o'zimmoqdamdek. Amirjon akam jiyambas o'zimnikamdaqa, Nilufar filmdaqa sog' bo'lsin iloyim. Umrlari uzoq bo'lsin, jon kasal bo'lishmasin. Baxtlariga ko'z tegmasin iloyim. Mani shunchalik xursand qildi, Alloh ularni xursand qilsin. Ma'murjon baxtli bo'lib iloyim murodiga maqsadiga yetib, Muxtar akam bilan yuribman, haj umra ziyoratlariga borib, hammalari birgalashib, oilaviy hammamiz birgalashib o'lsinlar, borishlikni nasib qilsin ibodatlarga. Rosa xursand bo'ldim, kutmagandim. Sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, hammalari sog' bo'lsin. Rahmat Nigor opa, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz rohatini, vaqti kamolini ko'ring iloyim. Baraka kasal bo'lmaycham, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim, ularni baxtlariga siz ham doim sog' bo'ling deymiz. Mehr-oqibatlaringizga hech ham ko'z tegmasin. Chin qalbimizdan barcha loyihamiz ijodkorlar nomlaridan ham yana bir bora sizni tabriklab qolamiz. Shukrona kunlari yaxshi kayfiyat o'tkazib oling. Allohim panohida bo'ling hamisha. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar, yaxshi ishlab olinglar. Boringizga shukr, rahmat opajon, sog' bo'ling. Rahmat. So'zim so'ngini esa siz uchun atalgan ajoyib va go'zal bo'lgan tarona bilan yakunlayman. Marhamat, qabul qiling.